Biz buni uddaladik. Bu tosh jarlikdan uloqtirish uchun ajoyib mos keladi. Keyingi uchrashuvimizgacha sabr bilan kut. Genjutsudan uyg'on. Biz niyat qilgan ahmoqona orzularga barcha ishlardan keyin erisha olmaymiz. Genjutsudan uyg'on. Hasharama, meni kechir. Bu kulgili edi. Vaqtni yaxshi o'tkazdik. Jangimiz menga juda yoqdi. Men haqiqatdan ham yutqazdim. Hatto oramizdagi kurash ham yuzimda tabassum uyg'otdi. Madara Uchiha. Aslida u yovuz bo'lganmi? Yoki shunchaki buyuk xayolparastmi? Salom do'stlar. Bugungi videoda biz Madaraning hayoti va uning bosib o'tgan yo'li bilan yaqindan tanishamiz. Madara Uchiha aslida qanday inson bo'lganini bilishdan avval kelinglar uning hayoti bilan yaqinroq tanishib olsak. Madara 24-dekabrda klanlararo kechayotgan qonli urushlar davrida olamga keladi. Tajima Uchihaning birinchi o'g'li bo'lgan Madaraning yana 4 ta ukasi bor edi. O'sha paytlardan boshlab Uchiha va Senju klani bir-biriga ashaddiy dushman bo'lishgan. Aynan shunday urushlarning birida Madara o'zining 3 ukasidan ayriladi va u bilan faqatgina Izuna qoladi. Kunlarning birida Madaraning oldiga bir bolakay keladi. Bu bolaning ismi Hashirama Senju bo'lib chiqadi. Shu paytdan boshlab Madara va Hashirama juda ham qalin do'st bo'lib olishadi. Keyinchalik Hashirama ham o'zining bir ukasidan ayriladi. Shundan so'ng esa Madara va Hashirama baland qoya ustida o'tirib bir-biriga va'da berishadi. Barchasi xar. Mana shu yerda biz o'z qishlog'imizni quramiz. Va biz shunday qilamizki, yosh bolalar bir-birlarini o'ldirmasinlar. Biz bolalar uchun maktab quramiz. U yerda ular o'qib, kuchli bo'lishni o'rganishadi. Tabirama otasining buyrug'iga asosan Hashirama va Madarani kuzatgandi va Madara to'g'risidagi barcha ma'lumotni otasiga aytib bergandi. Shundan so'ng Hashiramaning otasi Madara Uchiha ekanligini va Hashirama uni o'ldirish kerakligini buyuradi. Aksiga olib Madaraning otasi ham Madaraga xuddi shunday topshiriqni bergan bo'ladi. Madara va Hashirama bir-birini tosh bilan ogohlantiradi va birozdan so'ng esa oraga ularning oilasi qo'shiladi. Shundan so'ng Madara ilk bor o'zining sharinganini uyg'otadi va aynan shu paytdan boshlab Madara va Hashirama ashaddiy dushmanga aylanishadi va bir necha yillar davomida ular juda ko'p marta to'qnash kelishadi. To'qnashuvlarning birida Madara o'zining Mangekyo sharingani bilan ham Hashiramaga hech narsa qila olmaydi. Oradan shuncha yillar o'tsa ham Madara baribir Hashiramani unutmagandi va uni do'sti deb bilardi. Hashirama ham do'sti Madarani hech qachon dushman deb bilmagandi. Va u Madaraga tinchlik sulhini tuzishni taklif qiladi. Lekin Madara ukasi Izunaning o'limiga sababchi bo'lgan Tabiramani deb tinchlik sulhiga rozi bo'lmaydi. Tabirama Uchihalarni yomon ko'rgani kabi, Izuna ham Senju klanini juda yomon ko'rardi. Shu sabab ham Madara bu jangda chekinib, keyingi jangda o'ch olish uchun ukasining Mangekyo sharinganini o'ziga o'tkazib oladi va boqiy Mangekyo sharinganga ega bo'ladi. O'zining Senju klaniga bo'lgan so'nggi hujumini boshlagan Madara afsuski Hashiramaga yana bir bor yengiladi. Hashirama yengilgan Madarani o'ldirish o'rniga kimdir o'lish kerak bo'lsa, bu men bo'la qolay va meni o'limimdan so'ng Madaraga hech kim tegmasin deya buyruq beradi. Ammo buni kuzatib yotgan Madara Hashiramaning gaplariga ishonadi va ular va nihoyat tinchlik sulhini tuzishadi. Qanchadir vaqt mobaynida Madara va Hashirama yoshligidagi orzuiga erishgandek ko'rinadi. Ular hattoki Kanoha qishlog'ini ham barpo etishadi. Yashirin yaproq qishlog'i, ya'ni Kanohagakure. Shaxsan Madarani o'zi aynan shu ismni yangi barpo etilgan qishloqqa qo'yadi. Lekin Madara hech kim Uchihalardan Hokagelikka nomzod chiqishini xohlamayotganini va hali ham barcha Uchihalardan shubhalanayotganini ko'rib, o'zining rejasini tuzishni boshlaydi. Madara Uchihalar tosh yodgorligida yozilgan barcha ma'lumotlarni o'qiydi. U yerda aytilishicha, Senju va Uchiha klani azaliy dushman bo'lishgan va ular oldindan jang qilib kelishgan. Qanday qilib butun jahon shinobilar jangini to'xtatib, tinch va osoyishta hayot kechirsa bo'ladi va shunga o'xshagan ko'p ma'lumotlarni bilib oladi. Madara Hashiramani so'nggi bor gaplashib olish uchun chaqiradi va Uchihalar tosh yodgorligida o'qigan barcha narsasini Hashiramaga aytib beradi va uni tark etadi. Endi Madaraning maqsadi Hashiramanikidan butkul farq qilardi. Madaraning maqsadi barcha o'zi istagan orzu olamida yashashi va shinobilar olamida tinchlik hukm surishi edi. Yillar o'tib Madara Hashirama bilan jang
jang qilgani qaytib keladi. Madara o'z nazorati ostida 9 dumli tulki, ya'ni Kuramani Sharingani orqali boshqarar edi. Madara qancha urinmasin, yana bir bor Hashiramaga yengiladi. Hashirama Madaraning orqasidan katanasini tiqib, uni o'ldiradi. Lekin Madara buni ham oldini olib qo'ygan ekan. Madara o'ng ko'zida Izanagini aktivlashtiradi va taqdirini o'zgartiradi. Shu orqali o'ng ko'zidan ayriladi. Madara taqdirini o'zgartirib, o'zining o'rniga klonini qo'yadi va shu orqali tirik qoladi. Kloni esa uning o'rniga o'lik, murda bo'lib yotadi. Madara Hashirama bilan jangi paytida Hashirama tanasining bir qismini tishlab uzib oladi. Hashirama tana hujayralarini Madara o'z tanasiga tikib qo'yadi. Buning sababi esa Madara o'zida Rinneganni uyg'otishi va Gedo Mazo, ya'ni Gedo haykalini chaqirish edi. Lekin faqatgina yillar o'tib Madara tanasiga ulangan Hashirama hujayrasi foyda berdi va Madara o'zida Rinneganni uyg'otdi hamda Gedo haykalini chaqirdi. Gedo haykalidan Madara Hashirama hujayrasini ko'paytirishda foydalandi. Bu narsa unga umrini uzaytirib turish uchun kerak edi. Madara qarib qolgani uchun uni tanasi ko'p narsaga yaroqsiz bo'lib qolgandi va u o'z ko'zlarini Uzumaki klanidan bo'lgan Nagato ismli bolaga tashlab ketadi. To'g'riroq qilib aytadigan bo'lsak, Nagatoni yoshligida bu ko'zlarni unga o'rnatib ketadi. Endi Madaraga bu ko'zlarni qaytib olish uchun va o'z rejasini amalga oshirish uchun yordamchi, sherik kerak edi va u sherik sifatida Obito Uchihani tanladi. Madara tanasini yarmini tosh ezib qolgan Obitoni o'z qaramog'i ostiga oladi va unga g'amxo'rlik qiladi. Madara Obitoni yaxshilik yo'lidan olib, o'z yo'liga solish uchun Obitoga do'stlari uni unutganini, endi u hech kimga kerakmasligini aytadi. Albatta, Obito bu gaplarga ishonmaydi. Hattoki Madarani miyasi aynigan chol deb ham ataydi. Madara Obitoning o'ng tomoniga oq Zetsudan tana yasab beradi va yuragiga uni boshqarish uchun tamg'a qo'yadi. Bu tamg'a aktivlashish uchun bir narsa qilinishi kerak edi. Madarani rejasi Rinni yashirin tuman qishlog'iga o'g'irlatib, uni 3 dumlikning Jinchurikisiga aylantirish va Konohaga hujum qildirish edi. Lekin afsuski Rin boshqa yo'lni tanladi. U o'zini qurbon qildi. Lekin bu hodisa ham Madaraning foydasiga o'ynadi. Chunki Obito Kakashi qanday qilib Rinni o'ldirganini ko'rib qoldi va o'zining Mangekyo Sharinganini uyg'otdi. Shundan so'ng Obito shaxsan o'zi Madaraning oldiga qaytib keldi va uning rejasini tinglashni boshladi. Madara Obitoga oy ko'zi rejasi haqida aytib berdi va barcha rejalari bilan bo'lishdi. Shundan so'ng unga Qora Zetsuni sherik sifatida tayinladi. Obito endi Madara va Tobi rolini o'ynash kerak edi. Akatsukini o'z tomoniga og'dirish kerak edi va Nagatodan Rinneganni qaytib olib, Madarani qayta tiriltirish kerak edi. 4-jahon shinobilar jangi. Niqob ostida yashiringan Obito Madara rolini qoyil maqom qilib ijro eta oldi va 5Kageni qo'rqita oldi. U barchaga 4-jahon shinobilar jangini e'lon qildi. Lekin oraga tushgan Kabuto barcha rejalarni buzib tashladi. Kabuto haqiqiy Madara kimligini bilardi, chunki u Madarani tanasini topib olgandi va shu bilan u Obitoni qo'rqitishni boshladi. Obitoni esa sherikchilikda ishlashdan boshqa yo'li qolmadi. Madaraning qaytishi. Haqiqiy Madara. La'nati. Hazillashyapsizmi? La'nati nima bu? Unga aniq kuchimiz yetmaydi. Bu ilohlar kuchi. Hech kim bu ko'zlarga qarshi chiqa olmaydi. Olov unsuri. Alangali vayronagarchilik. Bu hali hammasi emas.